Voy, o'lmasam. Nega kam ovqat yesam ham ozolmayapman? Men insulinman. Sen tez hazm bo'ladigan uglevodlarni ko'p iste'mol qilasan. Shuning uchun qoningdagi glyukoza tez ko'tariladi. Men esa yog'ni yoqishni to'xtatib, uni saqlashga majbur bo'laman. Men qalqonsimon bezman. Agar mening gormonlarim kamayib ketsa, metabolizm sekinlashadi va energiya sarfi kamayadi. Men stress gormoniman. Uzoq davom etgan stress paytida men ko'payaman. Bu esa qorin sohasida yog' to'planishiga olib kelishi mumkin. Men limfa tizimiman. Agar harakat kam bo'lsa, organizmdagi suyuqlik aylanishi sekinlashadi va tanada shishlar paydo bo'lishi mumkin. Semirish faqat ovqat bilan bog'liq emas. Bu gormonlar, metabolizm va organizm tizimlari bilan bog'liq jarayon. Men diyetolog Tursunboyeva 22 mart kuni gormonal ozish kursini boshlayman. Bu kursda siz gormonlar va vazn o'rtasidagi bog'liqlik, limfa tizimi va shishlar sababi sog'lom ozish tamoyillarini o'rganasiz. Ishtirok etish uchun kommentariyaga 22 deb yozing.